Assalomu alaykum jigarlar. Mana qish, qorlar boshlandi, havolar sovuq, lekin bizlarga issiqqina, qaynoqqina skidkalarimiz, aksiyalarimiz boshlanib ketdi. Bitta tanishtirib o'taman. Avia brendidan Mabli Forlusyan Rossiya uchun ishlab qo'yilgan mini svarkamiz bo'ladi. Kichkina bo'lishiga qaramay, kichkina demangizni deganda mana shu bo'ladi. 125 mm lik оборот regrovkalari bor mana. Balgarkamiz bo'ladi. Оборотlarni sekin qilib, uy sharoitiga pichoq-muchoqlarni chaqnasangiz ham bo'ladi. Mana bunaqa 13 temir patronlik отбойный funksiyalari bor mana. Оборот regrovkalari bor. Shurpayortimiz bo'ladi. Orqasiga meh-pehdan urish uchun ham molotoklar ham qo'yilgan. Ichidan o'zim naborlari, bitta batareyka, zaryadchilari chiqadi. Xo'sh, 3 ta narsa bo'ldi. Kameleon achchiq. Mana bu pilanafasi 5 pilanafamiz. Mana shu yo'nalishga yig'ib olasiz. Yig'ilishlarni mana bu yoqqa o'zini kitoblari bo'ladi, ketma-ketliklari bo'ladi. Pilanafasidan keyin mana bunaqa 7 ta nabor instrument, lik nabor beramiz sizlarga. Bularni ko'p joyga bitta-bitta qo'yadi akalar mana. Bitta originaldan, zo'ridan 1, 2, 3, 4, 5 ta mana bular 10 ta narsa 990 ming so'm O'zbekiston bo'yicha dastavkalari qo'shiladi. Havo sovuq metanlar yopilgani uchun hozirgi endi dastavkalar sal qimmat chiqishi mumkin. Ishlashlari shortga mana 300 amperni tushirsak ham mana 110 ga ham ishlab o'tiribdi. 3lik elektrodgacha ishlatish mumkin. 3lik elektrod yonyapti aka.